Mangulikning ikki qirg'og'i. Rollarda Bulut Aras, Nihat Nikerel, Alinur O'g'irpoqqon, Ibrohim Kurt, Muhammad Bilgin, Burxon Ko'chatosh va boshqalar. Bastakor Johid Berkay. Ssenariy muallifi Umar Lutfi Mete. Prodyuser Rag'ib Karadai. Rejissor Ismoil Gunesh. Ushbu film qahramoni Uvays al-Qaroniy hazratlari Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning zamondoshidir. Rasulullohni ko'rmay turib payg'ambarligiga iymon keltirgan va u zotga bo'lgan kuchli muhabbati tufayli Rasulullohdan ma'naviy tarbiya olgan buyuk avliyolardan.
yerda kimlar bilan uchrashmoqchi ekan? Tangri zonar joningni olsin seni. Qaronning bexosiyat kishisi. Qo'lga tushding-ku? Ushlang uni. Ushlang dedim. Qo'llarini bog'lang. Bu yerda nima izlayapsan? Onamga suv olib ketish uchun keldim. Kishini suvga ayt, Qaronning suvlari quridimi? Bu suv juda shirin va muzdek. Shirin va muzdek? Faqat shuning uchun yarim kunlik yo'l bosdingmi? Buni nimasi ajablanarli? Meni laqqa tushadi o'yladingmi? Nima qildim? O'zing yaxshi bilasanki, bu vodiy jinlar makoni. Tangri zonarga qasam ichamanki, bu yerga ular bilan uchrashgan kelgansan. Jinlar bilanmi? Qaron ahlini laqillatganingdek meni ham laqillataman deb o'ylayapsanmi? Bu yog'i oz qoldi. Nimaga oz qoldi? Hammamiz qutulamiz, xalos bo'lamiz. Nimadan qutulamiz? Kin adovatdan, nafratdan, yo'qlikdan. O'char ovozingni. Bu buzuq fikrlaringni eshitish uchun kelmadim bu yerga. Tangri zonarga qasam ichamanki, sen bilan shu yerda hozir hisob-kitob qilaman. Lekin meni hech kimdan qarzim yo'q. Shunaqa degan? Xo'sh, unda Qaron qishlog'iga kelgan xosiyatsizlikning sababi kim? Nega ma'budlarimiz turgan joylar yonib ketyapti? Nega chorvalarimiz sut bermayapti? Nega bolalarimiz gapga quloq solmayapti? Sen qishlog'imizga keltirgan vasvasa atrofni ostin-ustun qilib yubordi. Nega tushunmaysan, Abul Qasam? Bularning bari xaloskorning kelishiga ishoratdir. Vaqt quyoshining chiqishidan oldingi qorong'ilik bu. Yo'q, sen buzg'unchilik qilmasdan oldin bular yo'q edi. Adashyapsan, Abul Qasam. O'zimni taniganimdan beri ahvol shunday. Ochlik, adolatsizlik, axloqsizlik, gina-gudrat, qon to'kish, yolg'onchilik Qaronda azaldan bo'lgan. Balki qadimdan shunday bo'lgandir, ammo endi butunlay buzildi. Shun qadaming tufayli tog'dagi o'tda ham baraka qolmadi. Tuyolarimiz och qolyapti. Aç gidiyor, aç dönüyor. Rostdan ham mendan ko'ryapsanmi shuni? Tangri zonarga qasam ichamanki, bunga shubham yo'q. Sen oldin meni hech kimga zarar yetkazmaydigan bir devona deb hisoblarding-ku. Ha, lekin Tangri zonar ko'zlarimni ochdi. Shunday ekan, zonar nega o'zini ko'zlarini ochmaydi? Jinorsan sen. Tangri zonar hamma narsani ko'radi va biladi. Ammo boshiga o'tirib ketgan qarg'alarni ko'rmadi-ku. Shum qadam maxluq. Olib boring. Otimni egariga bog'lang. Tangri unga kunini ko'rsatsin.
Yur. Yursanchi. Bexosiyat yaramas. Yur dedim senga. Otimni ham jillarga bog'latibdi. Hali hisob kitob qilaman sen bilan. Bu vodiydan chiqquncha ko'ramiz holingni. Nima qilib turibsizlar bu yerda? Yoki sizni ham sekrlab qo'ydimi? Xudo bizni shirk-u zalolatdan qutqar. Bo'lishi mumkin emas. Endi otimni orqamdan yuboribdi. Otimni jinlarga bog'latibdi deyapman senga. Xotin nega ishonmaysan? Sen öyle Bekorga shunaqa deb o'ylayapsiz. Uvays hayvonlarni juda yaxshi ko'radi. Eskilarni aytishicha, hayvonlar mehrni his qilar emish, tushunar emish, ayniqsa otlar. Otimni men ham yaxshi ko'raman. Nega meni mehrimni his qilmaydi? Balki his qilgani uchun qaytib kelgandir. Safsatayni qo'y, otimni Zonark qutqardi. Unda Zonark Uvaysni nega jazolamayapti? Biz Zonarkni ranjitdik. Aslida Qahron aholisi Uvaysni o'zi bir pastda gum qilardi. Kasal onasi tufayli hamma unga achinyapti. Onasiga qaragani uchun hamma Uvaysni oq ko'ngilli, diyonatli deb o'ylayapti. Bechora, ochmisan deyman. Oyog'ingga nima bo'ldi? To'xtachi.
Anacığım, Onajon, Oğlum. o'g'lim. kusura bakma. Uzr onajon, biroz kechikib Biraz qoldim. kechikdim. Sizga Barit Sana vodiysidan Berit suv olib Vadisi'nden keldim. su getirdim. Niye kendini Ovora yararsın? bo'psan-da o'g'lim. Benim içeceğim Men ichadigan sudan 2 qoshiq suv sovuqmi, issiqmi, nima farqi bor? Ne fark eder? Yorulmak. Ovora bo'psan dedingizmi? Evet, oğlum. Ha, o'g'lim. Anacığım ben... Onajon, men sizga giderken xizmat dinliyorum. qilib dam olaman, shuni bilmaysizmi? Sağ ol oğlum. Baraka Allah top o'g'lim, gönlünü- Xudo murodingga yetkazsin. Kapıda yaralı... Tashqarida bir mushukcha bor, Fark ettin sezdingizmi? mi anne? Yaralı Mushukcha kedin mi? dedingmi? Hı hı. Ha. Ayağına Unga bir basıp qarab, ondan keyin sonra ovqatingizni yemeğe tayyorlasam maylimi? Tabii Mayli, oğlum, bolam. benim O'zi zaten ishtaham ham yo'q. niyetim yok. Yok. Bu akşam gal soframızda dasturxonimiz zengin to'kin, onajon. Kendini zorlayacaksın. O'zingizni majburlab bo'lsa ham yeyishingiz kerak. Önce kediye Oldin bak mushukka oğlum. qara bolam. Tamam ama... Bo'pti, ammo albatta yeysiz. İnşallah. Xo'p, xo'p. Alıp geleyim. Unda olib kiray bechorani. Ne arıyorsun? Nima qidiryapsan? Bir parça Bir parcha surp yo'qmikin? Şunu al oğlum. Mana buni ol o'g'lim. Sağ ol. Sabr qil. Tamam. Benden... Ana endi tuzalib ketasan. Anacığım sana... Onajon, sizdan bir narsani so'ramoqchi Ama edim, benden lekin gizli- rostini aytasiz. Senden gizli. Sendan nimani ham sir tutardim Ama ben o'g'lim. haklı bir sebep bulabilirim. Men yo'qligimda Ben yokken... doim sürekli ingrashingizni dinlediğini bilaman. biliyorum. Ammo oyoq Ama tovushim ayak eshitilar seslerini eshitilmas, duyar duymaz ingrashingiz kesiliyor. to'xtaydi. Benim Menga yanımda bildirmaslik olduğundan uchun o'zingizni daha iyi qiynaysiz. görünmek için kendini zorluyorsun. Bunda sir tutiladigan narsa yo'q, bolam. Beni üzmemek için... Meni xafa yanımda qilmaslik ağrılarını uchun bastırmaya og'riqlaringizni çalışıyorsun. sezdirmaslikka urinasiz. Seni kelganingni sezgach quvvat topaman. O'zingni ko'rgach og'riqlar yengillashadi. Anacığım, Onajon, beni öv. meni maqtamang. Hem böyle söylersen... Yana shunday desangiz, oldingizdan bir qadam ketolmay O qolaman. kadar bencil. Shunchalik o'zini o'ylaydigan Ben odammanmi? benim Yo, ama siz ben- unday emassiz, ammo men juda zaif odamman. Onları nereden? Bularni qayerdan olding? Yangi non, zaytun, xurmo, dasturxonimiz to'kin sochin demadimmi? Nasıl aldın? Qayerdan bunu? olding bularni o'g'lim? Ebu Rad'ın... Aburadni otini taqalaganim uchun pul berdi. Bu hayvan... Jonivor och bo'lsa kerak.
Ma, yeb ol. Kedi hurma Mushuk xurmo yermidi, bolam, nima qilyapsan? Misafir umduğunu değil bulduğunu. Mehmon kutganini emas, berganini yeydi. Nima qilaylik? Ovqat o'rniga chaynasin. Rostdan ham yeyapti. Ekmek No ham yeydi. Sen ye. O'zing nimaga yemayapsan? To'xman oyijon, xafa bo'lmang. Men bugun Aburatni uyida sho'rva ichgan edim. Vays. Geldim. Hozir. Hayırdır Ebu? Tinchlikmi, Abu Shaf? Seleme'nin evinde. Salamani uyida yig'inimiz bor. Sen ham borishing kerak. Kimler var? Kimlar bo'ladi? Abul Qasam, Aburat, Salama va men. Peki. Bo'pti, hozir chiqaman. Kutib turaman. Zonarka qasam ichamanki, bu odam boshimizga balo keltiradi, mana ko'rasiz. Ey do'stim, seni Abul Qasamda to'g'ri aytishgan ekan. Har ikki gapda qasam ichasan. Bu qanday hol? Hammamiz atrofimizda xosiyatsizlik kezi yuribdi, ko'rmayapsizmi? Menga qara, Abul Qasam. Bechora Uvaysdan bunchalik qo'rqishingni Zonarka aytsa ham ishonmas edim. Menga qara Salama. Do'st deb senga gapiryapman. Zonarka biroz bo'lsa-da ishonching bo'lsa, Uvaysni boshimizga qanday balo keltirganini anglarding. Qanday balo keltiribdi? Qanday bo'lardi? Hatto bolalar ham ertak-kech tangrilarimizni, barcha ramzlarni mazax qilishyapti. Do'stim, masalani mohiyatiga boq. Balki Zonark hazilkash bir tangridir. Inson uni tozalab, changini artib qo'yadigan tangri kulgili bir tangrida. Baloga giriftor bo'lasan, Salama. Nimalar deyapsan? Ichingni yig'. Salamani o'z holiga qo'y, Abul Qasam. U sen ichgan sutni yarmini ham ichmasdan ko'pdan beri cho'l bo'ronida qolgan tuyadek holdan to'ygan. Sening nima qilishimiz kerak? Bilmayman. Bu ishni oldini olmasak, oqibati yomon bo'ladi. Bu odam biror marta ham Tangri Zonarkni nomini og'ziga olmaydi. Har yerda qaysarlik qilib Alloh deydi, boshqa narsa demaydi. Endi bo'lsa bir xaloskor keladi deb insonlarni boshini aylantirib yuribdi. Azizim Abul Qasam, buni nimasi falokat? Bir hidoyatkor kelsa-yu, jamiyat tozalansa, poklansa, nimasi yomon? Biz uchun u najot manbai bo'ladi. O'zingni bilib bilmaslikka olyapsan. Bir hidoyatkorning kelishi, yangi bir dinning kelishi demakdir. Yangi din kelsa, otalarimizning dini nima bo'ladi? Qo'y senchi gapingni qara. Zonark nima qilib turibdi unda? O'zini dinini saqlay olmasa, uni Tangri desa bo'ladimi, aziz do'stim? Aziz do'stim. Meni jinni demoqchimisan, Salama? Senga bir narsa aytaymi, Abul Qasam? Aslida seni nima tashvishga solyapti bilasanmi? Nima ekan? Butlarni pullashdan mahrum bo'lib qolasan. Seni shu o'ylantirib qo'ygan. Haddingni oshyapsan, Salama, ehtiyot bo'l. Zonarkka qasam ichamanki, unga parvo qilmadim-ku. Xo'sh, nima qilamiz Uvaysni? Seni fikring qanaqa? Uvaysni yo'q qilmasak, falokatni oldini ololmaymiz. Vahima qilma, ey Abul Qasam. Yaman yurtida bu bechora odamga qilich tortadigan biror kishini topa olmaysan. Uni soxta bechora holdiga sizlarni aldayapti. Siz uni yoqlasangiz, men uni o'z qo'llarim bilan tinchitaman, bildingizmi? Buni qahramonlik deb hisoblayapsan shekilli. Yo'q, Salama. Bu bir chivinni ezishdek gap. Ya'ni seningcha vaziyat juda xatarli. Shundaymi? Kech qolsak hammamiz pushaymon bo'lamiz. Kulgiga qolmang yana. Qaronning ulug'larini g'azablantirmasang bo'lardi, Uvays. Seni yaxshi ko'raman, biroq bu ishing chakki bo'ldi. Oramizda fitna chiqarding. Muhtaram bir zotning farzandi bo'la turib shunday o'ylayapsizmi, Abu Shaf?
Babamın son nefesine kadar... Otam seni so'nggi nafasigacha juda hurmat qilgani uchun seni har yerda himoya qildi. Ammo qarshiliklar zo'raygan. Himoya qila olmasligimni sezib turibman. Men o'z tashvishim bilan yurgan bir odamman, Abu Shaf. Biror kishini g'azablantirish, xafa qilish niyatim yo'qligini bilasiz. Qanday fitna chiqaribman? Shunaqa bo'lgani uchun ham xavflisan-da. Axloqsiz, sayoq, tentak bo'lsa eding, gaplaring xatarli ko'rinmas edi. Holbuki ko'pchilik senda talaygina yaxshi xislatlar borligini e'tirof etadi. Ayollar va bolalar sendan juda ta'sirlanishadi. Chunki ular tabiatan nozik va muloyim insonlarni juda yaxshi ko'radilar. Otalar seni jin chalgan odam, zonarqning dushmani deb aytsalar, ayollar va bolalar ulardan kuladilar. Ammo men hech kim bilan ko'rishmayman, hech kim bilan aloqa qilmayman. Umrim cho'llarda, g'orlarda, qoyaliklarda o'tadi. Men bir ulug' zotni intizorlik bilan kutib yashayapman xolos. Insonlarga biror narsa tushuntiradigan, qandaydir da'vatlarga chaqiradigan holatda emasman. Men faqat ishq savdosi, ko'ngil to'foniga mubtaloman. Bu to'fon dunyoyimni olib ketdi, o'zimni ham olib ketdi. Men yo'qman hisob. Men sevgam bor. Buni bilaman, ammo qayerda, qachon keladi shuni bilmayman. Meni bu ishqdan boshqa tashvishim yo'q. Inson ko'rmagan odamiga qanday oshiq bo'lishi mumkin? Uvays, bu gaplaringga hech kim ishonmaydi. Shuning uchun ham seni harakatlaringda boshqa bir maqsad borligidan gumon qilishyapti. Ajablantiryapsiz meni, Abu Shaf. Nimani ko'zlashim mumkin? Nima qilamanki mendan gumon qiladilar? Dunyoga beparvoligingni ular boshqacha ta'bir qilmoqdalar. Seni mug'ombir deb, nimanidir yo'qotishdan qo'rqib g'ayri tabiiy harakat qilayotganlikda gumon qilyaptilar. Buni orqasida bir fitna bor deb o'ylayaptilar. Siz ham shunday o'ylayotganlardanmisiz? Nima deb o'ylashga ham hayronman. Senga biror yomonlik qilishlaridan qo'rqaman. Qo'limdan hech narsa kelmaydi. Seni himoya qila olmasligimdan xijolatdaman. Ammo ochiq aytay, men ham seni gaplaringga tushunmadim. Bir inson o'zi hech ko'rmagan boshqa bir insonga cheksiz mehr qo'yishi, oshiq va beqaror bo'lishi aqlimga sig'maydi. Xo'p, agar men uni ko'rdim desam ishonasizmi? Qayerda ko'rding? Bilmasam. Afsonalardagidek tushingda ko'rdingmi? Yo'q. Lekin tug'ilgan onimdan beri go'yo uni taniyman. Bu oqil odamning gapi emas, Uvays. Men oqillik da'vo qilayotganim yo'q. Unda qanday da'vo bu? Sevgi. Xo'p, qanaqa sevgi? Tushuntira olmayman. Uni qanday sevishimni ta'riflab bera olmayman. Biror narsa bilan o'lcha olmayman. Uni ko'zlarim bilan ko'radigan bo'lsam, cho'llardagi qum zarralaridek sochilib ketishimni his qilyapman. Qanday desam ekan, u bir nur, men esa qorong'ulikman. Nur kelgach, qorong'ulik qanday so'nsa, men ham uni ko'rganimdayoq yo'q bo'lib ketaman. Shuni orzu qilyapsan. Nimani orzu qilayotganimni bilmayman. Bilganim butun mavjudotlar ichida undan sevikliroq, undan azizroq zotni yo'qligidir. O'zimni taniganimdan beri meni bezovta qilayotgan bu tuyg'u aslida meni xohish irodam bilan bo'layotgani yo'q. Hech narsa tushunmayapman. Men ham tushunmayapman. Ammo shu holatda yashayapman. Ama yaşıyorum bunu. To'xta, Abul Qasam, tinchlan. Siz biror chora ko'rish niyatida emassiz. Buni yolg'iz o'zim hal qilaman. Shoshma. Menda yaxshi bir fikr bor. Sendan iltimosim, biznikilarni g'azablantirma. G'azablantiradigan odammi? Sen unday bo'lmaganing uchun ham battar achchiqlari chiqadi, ayniqsa Abul Qasamni.
Sening sokin va barqarorliging uning jig'iga tegadi. Har holda g'azabli bo'lishimni tavsiya etmasangiz kerak. Nima tavsiya etishni bilmayman, faqat iltimos, biroz xushomadli bo'l. Ularga ochiq yuz bilan muomala qil, ko'ngillarini olishga harakat qil. Sendan nima ketdi? Uvays, dasturxonga marhamat. Rahmat, qornim to'q. Hadi. Ol, tortinmi? Rahmat, ochimizmi? Ota bobolarimiz yaxshi mehmon dasturxon ustiga keladi deganlar. Yaqinroq keldi. Taomlardan ol. Rahmat, yegim yo'q. Ijozat bersangiz, taomingizdan 1-2 luqma olib ketsam. Ha, mayli, istaganingcha ol. Vaqt kech bo'ldi, Uvays. Asosiy masalaga o'taylik. Marhamat. Buyurun. Qahronliklarning senga bir takliflari bor. Xo'sh. O'zing bilasan, podalarimizni omonat topshirgan cho'ponlardan ko'p shikoyatimiz bor. Bilmagan ekanman, shunaqami? Ha, shunday. Qo'pol, yomon odamlar hayvonlarga shafqat qilmaydilar. O'ylashimizcha, podalarimiz uchun sendan ishonchliroq kishini topish qiyin. Rahmat, menga ishonganingizdan xursandman. Bu ishga neda? Xo'sh, bu taklifga nima deysan? Bilmasam qanday bo'lar ekan? Yaxshi bo'ladi. Bu ish uchun qancha pul so'raysan? Xo'sh. Siz nima? Qancha berasiz? Sen aytishing kerak. Tarang qilma, Uvays. Bu juda yaxshi taklif. Tarang qilmayapman. Men bu ishni hech qilmaganman axir. Cho'ponliknimi? Yo'q, pul bilan ishim bo'lmagan. Shuning uchun biron munosib miqdorni chamalashga urinyapman. Lekin siz aytsangiz yaxshi bo'lardi. Sen aytishing kerak. Bir aqcha bo'ladimi? Tuyalar uchunmi, qo'ylar uchunmi? Farqi yo'q, hammasi bir. Ya'ni bir qo'y uchun bir aqcha. Kim biladi, tuyalar uchun nima istaysan hali? Yo'q, bor yo'g'i bir aqcha demoqchi edim. Rostdanmi? Nega rost bo'lmasa, menga bir aqcha yetadi. Yaxshilab o'ylab ko'rdingmi, Uvays? Keyin pushaymon bo'lmagan? Ha, nima qildi? Bir aqcha oz pulmi? Mayli, unday bo'lsa kelishdik. Xayrli bo'lsin. Qahron uchun juda xosiyatli bu kecha. Ijozatingiz bilan to'xta. Shularni ham ol, Uvays. Bular ko'p. Yo'q, olaver. Bu juda ko'p. Mayli, birinchi ish haqim deb hisoblaylik. Bizni haqorat qilmoqchimisan? Aslo. Usoma? Senmisan, Uvays? Benim. Ha, menman. Tinchlikmi? Hayır. Tinchlik. Girsene. Qani, kir. Kusura bakma. Kechirasiz, kecha oldingizga kela olmadim. Ne kusuru? Kechirasiz, nimasi? Mendek keksa quldan uzr so'rash lozimmikan? Do'stning do'stga qullikdan gapirish yaxshi emas. Shuncha yemayni qayerdan topding, Uvays? Endi boyman, Usoma. Qasam ichamanki, Tangring senga xazina yuboribdi. Parvardigorim hammaga xazinalar beradi, ammo har kim ham buni bilavermaydi. Qani do'stim, ovqatga qarang. Hey, Uvays, ovqatdan ko'ra suhbatga ehtiyojim ko'proq. Bu ehtiyoj mushtarak. Onamga bir qarab kelay.
Bir dakika. To'xta, Uvays. Bular juda ko'p. Ozginasini qoldirsang yetadi. Hayır. Yo'q, hammasi qoladi. Shu onda ehtiyojimiz yo'q. Bunlar Bo'lmaydi, Uvays. Bular juda ko'p. annene götür. Onangga olib bor. Hech bo'lmasa yarmini ol. Biz yedik. Biz yedik. Vallahi. Men bunday ne'matlarni faqatgina eski xo'jayinimni dasturxonida shundan ham uzoqdan bir ko'rgan edim. Bularga qarasam boshim aylanadi. Iltimos, ol. Al. Menga ko'plik qiladi. Yo'q, taqsir. Ama Unda qayerdan olganingni aytasanmi? senin Sizning eski xo'jayiningiz Abul Qasam bilan Salama va Aburat podalarini boqishim uchun bundan buyon menga bir aqchadan beradilar. Endi ikkalamiz ham boymiz. Men bo'lsam rostdan ham xazina topsam deb o'ylabman, bir aqcha bilan boy bo'ldingmi? Ben zaten Men avvalan boy edim. O'zingiz bilasiz, ehtiyojim bo'lgan har narsaga ega edim. Hozir esa juda ham boy çok bo'ldim. zengin oldu abi. Albatta, hech narsaga ehtiyoj his qilmasang, o'zingni har narsaga ega deb bilasan. Va sen juda g'alati odamsan. Bir lokma ile. Qorningni bir luqma bilan to'ydirishga ko'nikkaning uchun ochlik va qurg'oqchilikka parvo qilmaysan. Uzatma. Do'stim, tortinmang, samimiy aytyapman. Biz endi yana ham boymiz. Hadi sen. Qani endi ovqatga qarang. Dur. Uğurlayın. Seni kuzatib qo'yay. Biraz Turmang, daha iltimos. bekle. Birozdan keyin kelaman. Qayerga o'g'lim? Anacığım. Onajon, hali uxlamadingizmi? Uyuyor. Uxlayapman. Tuzukmisiz? İyi. Tuzukman. Bir ağacı. Biror narsa kerakmi? Sağ ol. Rahmat, bolam, kerak emas. Hüsame ile biraz. Usoma bilan biroz suhbatlashib qaytaman. Abul Qasamdan oldin Ishoq ibn Tarib degan yahudiyning xizmatkori edim. U ham sen aytganingdek bir payg'ambarni kelishi haqida gapirar edi. Ammo juda badjahl odam bo'lgani uchun uni fikri menga hech yoqmas edi. Shuning uchun avvaliga seni g'alati deb bilardim. Zamanlar bu yüzden seni bir tuhaf buldu. Keyinchalik muhabbatim kuchaygach, payg'ambar haqidagi gaplarga bog'lanib qoldim. Lekin to'g'risini aytsam, seni gaplaringdan keyin ishona boshladim. Aslida bu narsani hozir ham tushuna olmayapman. Nimasini tushunmaysiz? Bilmasam, hayot kelish-ketishdan iborat ekan. Bir tarafda sen kabi faqirlar va men kabi qullar, narigi tarafda esa xo'jayinlar va boylar. Ammo hayot bu emas. Hayot ham, haqiqat ham shu. Dunyo shunchalik behudami? Behuda albatta. Yani boşuna mı var? Ya'ni bu cheksiz olam bekorga yaraldimi? Xudo haqqi, qanday bo'lsa shunday yaralgandir-da. Bu gökyüzü. Bu osmon, Bu kocaman. bu bitmas tuganmas osmon nimaga kerak? Bu uzoqdagi qandil kabi yonib turgan yulduzlar nimamizga yarayapti? Kimga foyda beryapti? Hech kimga foydasi bo'lmasa, nimaga keragi bor ularni? Uvays? Uyg'ondingizmi? Tuzukka o'xshaysiz. Shukrlar bo'lsin, yaxshiman bolam. Darrov ovqatingizni yedirayda, jonivorlarga yetishib olay. Yo, sen ketaver, men yaxshiman. O'zim yeyveraman. Zotan shunchani tayyorlab qo'yibsan. Yo, o'zim yedirib qo'yaman. Podani o'z holiga tashlab qo'yma, bolam. Ular yolg'iz emaslar, onajon. Tashvishlanmang. Ular bilan do'stlashib ham oldik. Meni xafa qilmaydilar.
Qullar ishini sen qilyapsanmi, xotin? Yo'q canım. Yo'q, dadasi. Bak hele, Qarang bu şuraya yoqqa. Ko'zim bilan ko'rmasam ishonmayman degan edingiz. Bu sutni mana shu qo'ydan sog'dim. Sen bunu abinle Shuni akang Abul Qasamga aytsang, bahor keldi-da, shuning uchun shunday bo'ldi deydi. Ya, senelerdir Shuncha yildan beri bahor bahar kelmayotganmidi? Bu odam hayvonlarga jodu podu qiladimi bilmayman. Uvays ulug' kishi, jodu podu yo'q unda. Bütün Karen bereket. Butun Qaronga baraka yog'ildi. Tılsım oldu. Jodu bo'lsa tugab qolardi. Üveyste bir sır var. Uvaysda bir sir bor xotin, bu aniq. Faqat yaxshi inson bo'lishi bilan izohlay olmaymiz buni. Ya. Ha.
Suyunchi onajon, suyunchi. U keldi. Bu gece yarısı... Bugun tun yarmida quyosh chiqdi. Nega yig'layapsan? Niye ağlıyorsun? Anacığım... Menga başka bir şey nima geliyor bo'ldimi? içinden. Hayır. Yo'q. Demek sen... Sizam sezibsiz-da, ha? Korktum. Qo'rqdingizmi? Hayır. Yo'q. Şu anda uyan... Shu onda uyg'oqmizmi, ha? Rüya görmüyor. Tush ko'rmayapmiz, ha? Allah'ım Ey Xudo, men sening shukringni qanday ado eta olaman? beni şükürler. Meni shukurdan ayirma. Menga doim shukr qiluvchi bo'lib yashashni nasib et. Uvays, Ne oldu? nima bo'ldi? Ona müjdem var. Unga xushxabar bor. Akşam Shu oqshom Usomanikiga bormoqchi edi. Rahmat, xola. Niye üzüldün? Seni ma'yus qilgan nima, Uvays? Özlüyorum. Sog'inch, do'stim. Öyle bir özlüyorum. Uni shunday sog'inyapmanki, Bastığı oyoq yere- izlariga yuzimni surish uchun hovliqyapman. Can atıyor. Chidolmayapman. Yerini Qayerdaligini ham bilmaymiz. 2 ay geçti o. 2 oy bo'ldi o'sha kechaga. Quyosh chiqdi. Buni bilaman. Onun yanında Uni yonida insonlar hozir mutlu ko'p, insanlar. baxtli insonlar. Bütün sorularına Hamma cevap savollariga javob olyaptilar. Sevgi bulog'idan to'yib ichayaptilar. darısı başına. Huzuriga borish bizga ham nasib qilar. Hele bir yerini- Qayerdaligini ham bilmaymiz. Hayır. Tinchlikmikan? Akşam Kechasi kim bo'lishi mumkin? Oh, bakıyorum. Vo ajab, Qaronning yo'qsillari mehmon kutish uchun ostonada o'tirishibdi-ku. Buyurun. Marhamat. Buyurun. Senin- Sizdek sharafli mehmon faqat Qaronning emas, butun dunyoning yo'qsillariga ko'ngillari to'la boylik keltiradi. Gönüller dolusu zenginlik getirir. Sana Senga haqiqatan ham boy bir xabar keltirdim. eski bir Keksa bir qulning uyini sharaflantirmoqchi bo'lsangiz, ichkarida o'tiraylik. Böyle daha iyi. Shu yer ham yaxshi-ku ya. Bir su Ammo içelim. mayli, bir suv ichaylik seni qo'lingdan. Berit var. Barit vodiysidan. Bundan iyi bir- Bundan katta xushxabar bo'lmaydi, Uvays. Xushxabarni aytmadingiz. Dediğin doğru. Aytganing tasdiqlandi. Uvays, onangga sog'lik va ofiyat bo'lsin. Ota bobangga rahmatlar yog'ilsin. Bilib keldim. Ne öğrendin? Nimani bilib keldingiz? 3 gündür. 3 kundan beri Ejber savdo sotiq rastalarida edim. Qasam ichamanki sen rostdan ham avliyo ekansan. Tavba, yo Rabbim. Aynan sen aytganingdek muborak bir zot Makkada yangi bir dinni tashviqot qila boshladi. Sevimli muborak bir zot ekan. Uning ismi Abdulloh o'g'li Muhammad ekan.
Endi Uvays haqida gaplashaylik, Abul Qasam. Tangri zonarga qasam ichamanki, sizni Uvays jo'natgan. Bema'nilikni qo'y, Abul Qasam. O'zimizga kelaylik endi. Yetar bu ahmoqlik. Aytgan barcha so'zlari to'g'ri chiqyapti. Uning da'vatiga quloq solish payti keldi, hatto o'tib ham ketdi. Rostdan ham yo'ldan ozibsiz. Bizga quloq sol. Qanday quloq solaman? Zonarga xiyonat qilish haqida gaplashaylik deyapsiz. Mehmonim bo'lmaganingizda bu haqoratlaringizga munosib javob berardim. Tushunarli. Biz bu mavzuda o'z oramizda gaplashamiz. Abul Qasam bu haqda hech narsa demadi-ku. Bu mavzuni eshitmayman. Qani ketdik do'stlar. Sevinching qisqa bo'ldi, o'g'lim. Bu buyuk insonning kelishi bilan hamma dardlaring tugaydi deb o'ylagan eding, ammo endi sen yana ham g'amgin, yana ham dardli bo'lding. To'g'ri aytyapsiz, onajon. Ammo shunday bo'lishini bilar edim. U yonimda bo'lmaguncha, uning izlariga yuzimni surmagunimcha dardim zo'rayib boraveradi. Uydamisan, Uvays? Hozir, Abu Shaf. Tinchlikmi? Sen bilan biroz gaplashsam degandim. Ammo uyingda emas. Mayli, biroz kutasizmi? Acaba yana nimalar bo'lyapti? Tashvishlanadigan hech narsa yo'q, onajon. Ular o'tib ketdi. Uvays, biz o'zaro uzoq tortishdik. Xo'sh. Sen haqsan, Uvays. Senga ishonamiz. So'zlaringni tasdiqlaymiz. Bizga rahbarlik qilishingni istaymiz. Sen hatto bizning yaramas va qisir hayvonlarimizni ham tarbiyalading. Bizni ham faqat sen odam qila olasan. Allohning lutfi cheksizdir. Biz sen ishongan Allohga ishondik. Sen oshiq bo'lgan u elchiga g'oyibona ishondik. Allohim, senga hamd va sanolar bo'lsin. Sen bilan birga Makkaga bir hay'at jo'natishga va Qaron ahlining Allohga iymon keltirganini bildirishga qaror qildik. Bu dinni butun ikir-chikirlarigacha o'rganmoqchimiz. Nima gap, Uvays? Senga nisbatan qilgan aziyatlarimizni unutolmayapsanmi? Aslo. Yoki samimiyligimizdan shubhang bormi? Yo'q. Yo'q. Unday bo'lsa nega yig'layapsan, Uvays? Yuragingni dog'lagan sir nima? Men bora olmayman. Nega Uvays? Seni taniganimdan beri u qutlug' insonning ishqi bilan yonasan. Endi uni oldiga borishga nima to'sqinlik qiladi?
Hastanenin... Kasal onangni o'ylayotgan bo'lsang, undan xavotirlanma. Biz ona özel bir... Biz unga bir murabbiya tayinlaymiz. O'zing bilasan, bunga imkonimiz ham yetadi. Sağ ol. Tashakkur. Yüce Allah. Alloh murodingizga yetkazsin. Ama ben... Ammo men Men hasrat bilan keldim, do'stlarim. Hasrat bilan ketaman. Menga ruxsat yo'q. Nima uchun, Vays? Bu Allohgagina ayon. Seni tushunmayapmiz, Vays. To'g'rirog'i seni tushunishga fikrimiz ojizlik qilyapti. Lekin bizning borishimizga nima deysan? U yerga borsangiz qulingiz bo'laman, do'stlarim. U yerdan menga keladigan bir salomga ming jonim fido. Nima qilamiz? Qarorimiz qat'iy-ku, gapni cho'zmaylik. Biz bu qarorga kelar ekanmiz, faqat aqlimizga quloq solganimiz yo'q, balki qalblarimiz ham shuni istadi. Ha. Bu kechadan boshlab yo'l tadorigini ko'raylik. Ha, to'g'ri aytasan. Uchingiz ketasizmi? Abu Ra'd bilan ikkovimiz ketamiz, shaf qolsin. Kim biladi, Abul Qasamni jinniligi tutib qolmasin tag'in. Hech narsa bo'lmaydi. Qaronda ulug'lardan biri qolsin.
Nereye? Qayoqqa? Tangri zonarga qasam ichamanki, ko'pdan beri qila olmagan ishimni shu kecha qilaman. Aytma Ebu Qo'ying Bakr. dadasi, Qo'sha shunday qarang katta shunday qaron gapiradi. ichida yolg'iz Ebu qoldik. Nasr Abu Rahat bilan Salama ham endi Uvaysni do'sti. Makkadan qaytganlarida Uvaysni ko'rmaydilar. Şamil! Kimdir? Usoma, kim u? Kalk beni unutma. Tur la'nati qul. Üveys nerede? Uvays qayerda? Nereden bileyim? Qayerdan bilay? Anasının yanında yok. Onasini oldida yo'q, qayerdaligini sen bilasan. Ben sana söyletmesini bilirim. Qani gapir, qayerda? Konuş. Konuş. Men bilmayman. Bilmiyorum. Söyle. Bilmasligini ko'rsatib qo'yaman senga. Gapir, iflos. Qani u? Ama bilsem de Bilsam ham aytmagan bo'lardim. Shunaqami hali qulvachcha? Söylemezsin. Söylemezsin. Gapir, qayerda u? Söyle. Nerede dedim sana? Nerede? 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 Kılıcını kaptı. Qilichini ko'tarib uydan chiqib ketdi. Uvaysga bir yomonlik qilib qo'yishidan qo'rqyapman. Uvaysni bir tukiga tegib ko'rsin, ko'radiganini ko'radi. Jubayr otimni hozirla. Xo'p bo'ladi, taqsir. Qahramonimiz tun yarmida qaysi qo'shinni yengani ketyaptilar. Qoch yo'limdan. Agar Uvaysni qidirayotgan bo'lsang, uni qayerdaligini aytishim mumkin. Tangri zonarga qasam ichamanki, meni mazaq qilmoqchi bo'lsang, xolamni o'g'li bo'lsangga parcha-parcha qilaman, bilib qo'y. Bo'pti, senga qayerdaligini ko'rsataman, faqat bir shart bilan. Qarzingni savdo sotiq bo'ladigan kungacha so'ramaysan. Agar aytganing to'g'ri chiqsa, ot uchun olgan qarzingdan voz kechaman. Yigit so'zimi? Abul Qasammi so'zi? Yaxshi. Unday bo'lsa eshit. Uvays hozir Barid vodiysida, buloq boshida o'tiribdi. Yolg'on gapiribsan. Men hozir u yerga ketyapman. Tangri zonarga qasam ichamanki, yolg'onchini o'zginasisan. Mana ketyapman. Tekshirib ko'rish bepul. Bormaysanmi? Nima bo'ldi? Yoxud qiliching Barid vodiysidagi jinlardan qo'rqadimi? Uvays. Evet. Ha? Burada konak. Bu yerdan o'tishlarini bilarding, to'g'rimi? Do'stning hidini bilish kerak. Zotan men bu yerga tez-tez kelib turaman, bilasan. Yo'q, Uvays. To'xta, Shaf. Gapni bo'lma. Nima deyotganing? Ha. U buyuk insonning buyukligini so'z bilan ifodalab beraman degan kishi bo'lsa, u g'ofildir deganding. Sening muhabbatingni endi tushunyapman, Uvays. Ammo juda aziyat chekyaptilar. Makkani ulug'lari shunday qildiki, suvsizlik, ochlik,
kishan, qamchi, Qurbaç. jinoyat. Jinoyat. Ey Xudo, Ne eziyat. qanday aziyatlar, qanday azoblar. Seni xafa qilmoqchi emasdik, Uvays. Yomg'ir yog'adiganga o'xshaydi. Öyle ya. Ha, shunaqaga o'xshayapti. Birozdan keyin turamiz. Yaqinlari Uzotga yordam bermayaptimi? Yaqinlaridan do'sti ham bor, dushmani ham bor. Ayniqsa Abu Lahab degani borki, payg'ambarimizga amaki bo'ladi. Ammo dahshatli dushman. Abu Qasamning senga qiladigan ozorlaridan uniki 5 battar. Yoting endi dadasi, kech bo'ldi. Yo'qol bu yerdan. Zonarkdan endi daromad topa olmaysiz. Bekorga ovora bo'lmang. Bu sotish uchun emas. Qayerga sig'adi bu kap-katta narsa? Uyda joy ham yo'q. Yo'q, buni ko'chaga qo'yaman, ularni g'ashiga tegish uchun. Ammo ular Abul Qasam tangrisini uyidan quvib chiqaribdi deydilar. Zonarkka qasam ichamanki, kim shunday desa, qilichim bo'g'zida bo'ladi. Kel buni joyiga qo'yaylik. Sen ham yordam ber, xotin. Qani? Yavaş. Sekiroq. Şuraya. Mana bu yerga. Lekin bu yerda hojatxona bor. Inson tangrisini najosatga yaqin yerga qo'yadimi? Ahmoqona gaplaringni qo'y, xotin. Zonark qo'yilgan har yer muqaddas bo'lar. Xo'jayin, tangringizni suv urib ketyapti. Borsam nima bo'lar ekan? Qani endi yuzlarini bir ko'rsaydim, bir ko'rsaydim. Parvardigorim, sen barchani kechirguvchisan. Meni kechir. Xo'jayin, tangri Zonark bu yog'iga chidolmaydi. Qani, uni ichkariga olib kiramiz. Zonark bizni qutqarish o'rniga biz uni qutqaryapmiz. Sen ham dinsiz bo'ldingmi, ahmoq qul? Yo'q, taqsir. Nimalar bo'layotganini tushunishga urinyapman. Yordam ber. Eyvoh, xo'jayin najosat botqog'iga tushdi. Yordam bering.
Yordam beringlar. Tortsangchi. Gayret et. Hadi. Daha kuvvetli çekin. Beni kurtardı. Meni qutqardingmi? Hepimiz. Hammamizni qutqarding, Qaronning xaloskori. Uvaysning xudosiga qasam ichamanki, Zonar hech qanday iloh emas. İlahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Barit suvi ham otashingni so'ndirmayapti. Bu qanday hol, Uvays? Sog'indim. Juda sog'indim. Juda. Çok. Men Madinaga ketyapman. Payg'ambarimiz jangga hozirlik ko'ryaptilar. Endi ulardan ayrilmasam kerak. Sana görünmeden. Senga ko'rinmasdan ketmoqchi edim. Chunki senga ruxsat yo'q. Bu yuragingni dog'laydi, bilaman, ammo seni ko'rmay ketishni istamadim. O'g'lim nishonni senga omonat topshiraman. Hamma narsa egasiga omonat. Avval Allohga, keyin sening muhabbat va suhbatingga topshiraman. Selamun aleyküm Üveys amca. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Borgan sayin otang Abu Shahofga o'xshab boryapsan. Qanday yaxshi inson edi. Qahramon edi. Saxiy, rahmdil. Ana bu kuni menga juda ajoyib hodisalarni boshdan o'tkazdik dedingiz. Ha, bolam. Allah dinini to'la to'kis yoyib elchisini huzuriga oldi. Ha, huzur va nur ichra haq tomon yurdi. Butun aziyatlar ortda qoldi, butun yaralar tuzaldi. Ammo siz hech baxtli bo'lmadingiz, bo'lolmadingiz. Men hech baxtsiz bo'lmadim, nishon. Hech ham. Ko'zlaringiz doimo nam. Men ko'z yoshlarim bilan bag'rim otashini so'ndirdim. Kunlarim yig'i bilan o'tdi. Ko'z yoshi dengizida bo'ronli safar tugadi endi.
Chunki yig'lamoq ham o'zida bo'lmoqdir. Boshqalarga kuyganing uchun yig'layotgan bo'lsang ham o'rtada o'zliging bor. Ortada benliğin vardır. Bu bir borlik qayg'usidir. Ben Men yo'qligimni yashadim. Yetadi qasam, bu ko'p. Ol, iltimos. Ey Xudo. Nima bo'ldi? Selamün aleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin. Xush kelibsizlar. Hoş geldin. Shu vaqt bo'ling. Safa bulduk. Siz Hazrati Umarsiz, shundaymi? Evet. Ha, Ben sizi men sizni Hijozda ko'rgan edim. Siz esa Hazrati Ali ibn Abu Tolibsiz. Ha, Kasem. men ismim Abul Qasam, Burali qabilasidanman. Bizga sharaf keltirdingiz. Karenli dost. Do'stim, Biz biz Üveys'i Uvaysni arıyoruz. izlayapmiz. Uvays? Çoban Cho'pon Uvays nima? Evet. Ha, Benim. Uvays meni xaloskorim, Qaronning xushxabarchisi. Hemen Uni darhol topamiz. Ammo oldin uyimga tashrif buyurib, hordiq chiqarsangiz, bir faqir birodaringizga dunyolarni baxsh etgan bo'lardingiz. Alloh rozi bo'lsin, biroq oldin uni ko'rmoqchimiz. Görmek isteriz. Chunki yelkamizda unga beriladigan buyuk bir omonat bor. O'zingiz bilasiz. Marhamat. Karen'de Qaronda bitta Uvays bormi? Başka Boshqa Uvays ham bor, ammo siz kimni izlayotganingizni bilaman, taqsir. nasıl biliyor? Qayerdan bilasiz? Allah Resulü'nün Alloh rasulining ikki ulug' do'sti ziyorat qiladigan Uvays, men bilgan Uvaysda. benim bildiğim üveyizdir. Nasıl? Qanday odam o'zi o'sha Uvays? Daha peygamber. U hali payg'ambarimizga vahiy kelmasdan oldin ular haqida bizga xabar berdi. Afsuski boshida mendan va boshqalardan ko'p aziyatlar ko'rdi. Ammo oxirida hammamizning xaloskorimiz, xushxabarchimiz bo'ldi. Alloh undan rozi bo'lsin. Endi uni tushunayotgandirsizlar? Inshaalloh taqsir. Ammo men tushunolmagan bir nuqta bor. Bir umr payg'ambarimizni ishqida yonib, u kishini ko'zlari bilan ko'ra olmadi. O bir Bu bir saboqdir, do'stim. peygamber efendimiz. Payg'ambarimizni ko'rmasdan sevishning sabog'i. Onun Uning bu sabog'idan qiyomatgacha ummatlar Alloh va payg'ambar ishqida yonishni o'rganadilar. Uvays, bu zotlar Hazrati Umar bilan Hazrati Ali. Allahu Ekber. sana Sizga Alloh rasulidan salom olib keldik. Esselatu vesselamu aleyhi ve ala alihi ve ashabi. Ne olur Iltimos, onu gören uni ko'rgan ko'zlarni, unga tekkan qo'llarni o'pishga ijozat bering. bunu Buni sizga keltirdik. peygamber Payg'ambarimizning xirqai shariflari vafotlaridan keyin sizga berishni vasiyat qilgan edilar. Ya Rabbi, Yo Parvardigor, rüyamı görüyorum. tush ko'ryapmanmi? Peygamber Payg'ambarimizning xirqai shariflarini kiyadigan odammanmi men? veliler sultanı. Avliyolar sultoni Uvays vasiyatni ado etaylik. emin Ishonchingiz komilmi? Payg'ambarimiz aytgan odam menligimga. Fahri kainat Faxri koinot sayyidimiz bizga bildirgan barcha alomatlar. Uvays, biz bunga aminmiz. Muborak bo'lsin. Peygamber Efendimiz bu hırkayı Bu xirqani kiyib ummatimni duo qilsin deya payg'ambarimiz marhamat qildilar.
bosh muharririyatida o'zbek tiliga o'girildi. Turk tilidan Nodirxon Hasan tarjimasi. Matnni Afzal Rafiqov o'qidi. Rejissyor Shamsiddin Somiddinov. Ovoz rejissyori A'zam Bahromov. Muharrir Zafar Komilov.